Bugungi videoda sizlar bilan Iblislar qotili animesidagi Shinabu Kocho personaji haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. To'liq qismi Shinabu Kocho. Shinabu hasharot hashirasi. Tarixi: opasi Kocho Kanai ham hashira bo'lgan. Kanai yuqori darajali iblis tomonidan o'ldirilgach, Shinabu u bilan jang qilib omon qoladi. Ammo opasining o'limi unga qattiq ta'sir qiladi. Shundan so'ng u opasining orzusini davom ettirish uchun iblislarni o'ldirishda davom etadi. Ammo iblislarni adolat yo'lida emas, balki qasos niyatida o'ldiradi. Kano Tsuyori ismli qizni qutqarib qoladi va uni asrab oladi. Kuch va qobiliyatlari: zahar texnikasi. Shinabu jismonan zaifroq, chunki u iblisning boshini kesa olmaydi, uning kuchi yetmaydi. Ammo u maxsus visteriya o'simligidan tayyorlangan zaharlarni qilishga surtadi va shular orqali iblislarni zaharlab o'ldiradi. Quroli maxsus katana, qilichi igna shaklida, o'tkir uchli va ingichka. U oddiy boz keshishdan ko'ra zaharlashga mo'ljallangan. Zahari visteriya gullaridan tayyorlangan o'ta kuchli aralashma, Insect Breathing, hasharot nafasi, Moon Sun Thunder kabi klassik texnikalardan farqli. U bu nafas uslubini o'zi ishlab chiqqan. Texnikalari: Dance of the Butterfly, kapalak texnikasi, murakkab harakatlar bilan iblisga hujum qiladi. Dance of the Dragonfly, ajdaho texnikasi, 6 marta zahar yuboradi. Dance of the Beasting, asalari texnikasi, yuqori tezlikda qattiq hujum qiladi. Dance of the Centipede, 40 oyoq texnikasi, iblisni chalg'itish uchun chaqqon zigzag harakatlar qilib o'ldiradi. Shinabu Demon Slayer korpusidagi eng bilimdon tibbiyotchi, iblislarning zaifliklarini o'rganadi va ularga qarshi maxsus zaharlar ishlab chiqadi. Tibbiyot markazini ham yuritadi va jarohatlangan jangchilarni davolaydi. Kuchli iblislarga qarshi jangi: Shinabuning eng og'ir jangi Upper Moon 2 Domaga qarshi olib borgan jangidir. U jismonan Domani yenga olmaydi, ammo butun tanasini visteriya zahari bilan to'ldiradi. Shuning uchun u halok bo'lsa ham zahar Domani ichkaridan yemdirib o'ldiradi. U Doma bilan jangda halok bo'ladi, ammo u o'limidan oldin Domani zaharlab ketgan bo'lib, bu esa Kanao va Inosuke uchun g'alabaga yo'l ochgan. Hashiralar orasidagi Shinabuning o'rni jismoniy kuch bo'yicha zaifroq, lekin strategik jihatdan eng kuchli hashiralardan biri. U ko'proq aql, tezlik, zaharli hujum va muvozanatga asoslangan jang uslubini qo'llaydi. Uning roli iblislarni bevosita emas, bilim va reja bilan o'ldirish va yengish. Shaxsiyati: u har doim jilmayib turadi, lekin bu aslida ichki g'azabni yashirish uchun. Shinabu ko'p gapirib boshqalarni tahlil qiladi, to'g'ri, lekin salbiy gaplarni hazil tariqasida gapiradi. Dushmanlarga qarshi hatto tabassum bilan shafqatsiz jang olib bo'ladi. O'limi: Shinabu Doma bilan jangda halok bo'ladi, ammo oldindan ajrashtirilgan zaharli o'limi bilan uni zaiflashtirib, keyinchalik yo'q bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan u qahramoni o'lim topgan hashiralardan biriga aylanadi. Shinabu kuch bilan emas, aql, tezlik va zaharli strategiyasi bilan iblislarning uchun noyob jangchi edi. U boshqa hashiralardan farqli ravishda jangni aqlli tarzda olib boradi va bu uni o'ziga xos jangchi qilgan. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview. Odamlar sizlarning videolaringizni ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi. Va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni. Chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerini tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegamlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Shinabu haqidagi video sizga yoqgan, aniq yoqgandan keyin like bosib, obuna bo'lish ham kerak. Chunki obuna qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda videolar tez-tez chiqadi. Anime yangiliklarni va Anime News Telegram kanalidan tez orada kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi iblislar qotili personajlari haqidagi videoda ko'rishguncha. できて当然ですけれども、伊之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんですか？できて当然ですけれど。仕方ないです。できないならしょうがないしょ。
一番応援していますよ。はい、あ顎は問題なさそうですね。はい、口を閉じてください。ー、ったことはありますか？ありません。じゃあ、火の呼吸とか。ありません。